Assalomu alaykum. Keyingi videomizga xush kelibsiz. Bu videoda biz Kubernetesdagi servislar haqida gaplashamiz. Demak, servislar bizga o'zi nima uchun kerak? Keling, birinchi shuni tushuntirib beraman. Deylik, bizda har xil deploymentlar bor va bizni front-end deploymentimiz backend deployment bilan aloqa qilishi kerak yoki biz deylik databazamiz ham Kubernetes cluster ichida bo'lsa, odatda unday qilinmaydi. Best practice bo'yicha tashqarida saqlanadi. Deylik shunaqa deb. Va biz A turdagi resurslar, podlar B turdagi podlarga access kerak. O'shalar bilan muloqot qilish kerak. Deylik, bizda bir qancha mikroservislar bor. Bir-biri bilan gaplashish kerak. Ana endi mana yashil turdagi ko'rsatilgan podlar pushti turdagi podlarga qanaqadir request jo'natish uchun har bittasini IPsini bilish kerakmi? Deylik, mayli, IPsi ikki xil yo'li bor. IPsi va shu nomi bo'yicha cluster, local, keyin resurs nomi, resursning qaysi namespace'daligi va resursning nomi bilan access qilsa bo'ladi. Hamma resursga, hamma podga. O'zining IPsi ham bo'ladi, o'sha bilan ham reach qilsa bo'ladi. Deylik, bizda pod o'lib qoldi. Endi replikatsiya keladida, bunga yangi yaratadi. Lekin bu boshqa IP bilan bo'ladi, o'zi boshqa nom bilan bo'ladi. Va bizda muammo kelib chiqadi, o'zi bu unreachable. Bu, ya'ni biz hard code qilib qo'ygan bo'lsak, implementation qanday qilingan bo'lsa ham bu yaxshi bo'lmaydi. Deylik, endi bizda o'sha load kattalashdi bu servisga nisbatan va biz o'sha yangi anavlar qo'shishni boshlayapmiz, replikalar. Va ana endi biz har bittasiga boshqatdan yana har create qilganimizda boshqatdan mana bu simlarni ulab chiqishimiz kerakmi? Ya'ni IPlarni mana shu podlarga xabardor bo'lib, deylik bizda masalan faqat mana bu yashil turdagi podlar emas, yana boshqa turdagi anavlar ham, resurslar ham bunga access qilish kerak bo'lsa-chi, bu turdagi, ya'ni ma'lum bir labeldagi podga. Ko'rib turganingizdek, bu juda zo'r yechim emas. Va aynan bugun biz hozirgi videoda gaplashadigan mavzuyimiz servislar bu muammoni yechishga yordam beradi. Servislar o'rtada turib berib, ma'lum bir turdagi shu selektorlardan foydalanib, labellar orqali aynan labellarga, selektorga match bo'lgan, ya'ni to'g'ri keladigan podlarni aniqlab, o'shalarni endpointga bizga endpoint sifatida o'shalarni qaraydi va endpointga biz servisga request qilamiz, u esa ma'lum bir endpointga bizga yetkazib beradi requestlarimizni. Ya'ni deylik, biz servis yaratamiz, to'g'ridan to'g'ri endi resurslar bir-biri bilan gaplashmaydi. Deylik, bizda demak 80-portda anavi bo'ladi. Servisning bitta shu servisning o'zini 80-porti bilan mana bu yashil servis gaplashadi. Bu esa 80 ga kelganni 80 ga yetkazib beradi. Chunki bizni deylik applicationimiz 80-portda ham bo'ladi. Va har bittasining 80-siga bu yetkazib beradi. Qanaqa algoritm ishlayotgan bo'lsa, balkim random, balkim round robin orqali yetkazib beradi. Va deylik, masalan, bizning servisimiz request qilayotgan resurslar hattoki qayerga request qilyapti, qaysi pod unisini qabul qilyapti, umuman sezmaydi. Ya'ni umuman statelessligi ta'minlanadi. Deylik, bizda yangi replika ham qo'shildi deylik. Shunchaki servis o'zi endpoint slice orqali shu aniqlab qilib turadi. Shunchaki bitta qo'shiladi, ya'ni yuqoridagidek ko'p narsa konfigur qilinishi kerak emas, servisni o'ziga qo'shiladi. Xuddi shunday, ya'ni biz ma'lum bir podlarimizni tashqi uchun expose qilmoqchi bo'lsak, ya'ni tashqi boshqa resurslar mana shuni ishlata olsin, mana shu joydan kirib ishlata olsin deydigan bo'lsak, bizga servislar yordamga keladi. Servislar ko'p bizdagi podlarni, resurslarni bittaga jamlab, run bo'layotgan
kerakli portlarga yetkazib beradi ma'lum bir algoritm asosida. Ana endi labdagi unga qaraydigan bo'lsak, topshiriqlarga how many services exist on the system. Demak, qancha servis borligini get svc. Demak, bizda bitta servis bor hozircha va servis adashmasam bu ham namespaced bo'ladi. This is default. Okay. Demak, bu default holatda yaratilgan servis ekan. What's the type of default Kubernetes service? It's cluster IP. Demak, bizda node port bo'lishi mumkin, ya'ni va cluster IP bo'lishi mumkin. Node portda biz aynan ma'lum bir podning ichidagi portini qilamiz, expose qilamiz. Target port configured Kubernetes service. What's the target port? Cluster IP. Cluster IP desa bizda shu bo'ladi. Cluster scope yagona IP'si bo'ladi, o'zgarmaydi. K get svc minus o YAML less. Lekin to'g'risini aytsam, node port cluster IP ni chuqur bilmas ekanman. Buni anaqa qilsak bo'ladi. Qidirib ko'rsak. Target port 64 quruvchi. Ya'ni biz target qilayotgan port, ya'ni bitta podram bo'lyapti. O'shaning ichida 64 qiruvchi portga servis endpoint sifatida qaraydi. Ya'ni biz servisni 440 portiga request jo'natamiz, u esa o'sha target resursning 64 qiruvchisiga jo'natadi. Bizda masalan agar bu typeimiz node port bo'lsa, bizda node port degan qo'shimcha ham ochiladi. Port, target port va node port. Lekin esimga kelmadi, to'g'risini aytadigan bo'lsam. How many labels are configured on the Kubernetes service? Labels ikkita. How many endpoints are attached on the Kubernetes service? In the kscribe svc qiladigan bo'lsak, endpoint bu bitta. How many deployments exist on the system now? Get deploy. Yani bizda bitta deployment bor. What is the image used to create the pods in the deployment? What's the image used to create? Okay, qaysi image? Describe deploy simple application deployment less image simple web app. Can you currently access web app? Okay, demek it's not accessible. Does it mean it's accessible? Up to date, available, hammasi ready, lekin nima uchun bizga 502 qaytaryapti? It's not accessible. Nima uchun accessible emas? Qani get svc qiladigan bo'lsak, simple
Voy, chunki unaqa servis yo'q menimcha. Demak, create new service to access the web application using service definition 1 YAML file. Vim service definition. Demak, name web app service. Namespace muhim bizda. Not port. This 080 80 target portimiz ham 80. Selector simple web app type demak node port. Demak, Kubernetesning zo'r tomoni, biz buni bemalol explain service spec type va less qilsak bo'ladi. Va demak, type determines how service is exposed. Default to cluster IP, valid options, external name, cluster IP, node port, load balancer. Allocates cluster internal IP address for load balancing to endpoints. Endpoints are determined by the selector, or if that is not specified, by manual construction of endpoints object or endpoint slice objects. Demak, agar bizda selektor bo'lsa, o'shanga load balance qilib beradi. Agar selektorlar berilmagan bo'lsa, biz o'zimiz endpoint slice yaratishimiz va biz deylik xohlagan klasterimiz ichidagi servislarga target qilishimiz yoki umuman boshqa tashqaridagi external IP larga target qilishimiz mumkin. If cluster IP is none, no virtual IP is allocated for endpoints published as the set of endpoints rather than virtual IP. Node port builds on cluster IP and allocates port on every node, which routes to the same endpoints as cluster IP. Load balancer builds on node port and creates an external load balancer if supported current cloud, which routes to the same endpoints as the cluster IP. On every node. In addition to cluster IP type. Node port baribir esimga kelmadi. Menimcha bizda deylik nodimiz bor. Worker nodlar, asosan worker nodlarda yashaydi-ku, deployment podlar. O'shalar har bittasidan port ochadi. U 30 mingdan yuqorida bo'ladi va deylik biz aynan o'sha nodni IP'si va o'sha IP'ni berib yuborsak, bizga accessible bo'ladi. Node port o'sha uchun menimcha kerak. Ya'ni biz oddiy cluster servis yaratsak, biz podlarimiz ichidan turib servisning nomi orqali unga request jo'nata olamiz. O'sha bilan gaplasha olamiz. Lekin deylik, biz birorta podni ichida emasmiz. Prosta adminmiz yoki prosta o'zimizni minikube environmentimizdan turib birorta klasterni birorta nodni ichida bo'lmasdan turib o'sha birorta servisga access qilmoqchi bo'lsak, biz endi node port ishlatishimiz kerak bo'ladi. Endi esimga keldi. Endi key apply -f service definition. Demak, web service created, get svc
Not port. Port is set. Selector is set. Okay. Course. Ana endi biz Simple Web UI ni aniqladigan bo'lsak, bizda not portimizning mana shunaqa esi bo'lishi kerak va hello. Yaxshi. Shu bilan servislar bo'yicha videomiz ham o'z yakuniga yetdi. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.